qarindoshlar grupasiga yozib turinglar. Bo'lmasizlar, qarindoshlar, bir tashab turinglar, rasmlarni tashinglar, qaytasizlar, nima qilinglar, toqqa chiqdilarmi, Chorvodamisizlar, Amirsoydamisizlar, qaytasizlar. Zomindamiz, bir qarindoshlar bir gaplashib turaylik deb yozib. Qarindoshlar grupasi qaynash kerak. Qaynagan grupa bo'lishi kerak. Bu ham bitta siyray raham. Payg'ambar alayhisalom ballu bil arhami walau bis salam deganlar. Go'zal hadis esimga tushib qoldi. Siyray rahamda hech bo'lmasa assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzimsiz. Shu bilan bog'lab turinglar deganlar. Ammeni o'g'lini ko'rganiga qachon bo'ldi? Xolini ko'rganiga qachon bo'ldi? O'tgan oyda ko'rganman, siz bo'lmaydi. Yoki o'tgan oyda ko'rdim, ancha bo'lib qoldi. Siz bo'lmaydi. Silay rahmda hech bo'lmasa salom bilan bog'lab turinglar. Bu salom bilan bog'lab turinglar nima degan? Shu gruppada gaplashib turishda hech bo'lmagan. Endi shundan zaman bo'lib qolibdi, endi nima qilaylik degan. Holimiz shunga qoldi. Endi telefonda hech bo'lmasa telefonda bo'lsa ham yo'qlab turinglar deyapmiz. O'zi asli bu ham bo'lmaydi. Bag'aga vijdonga olib qarasangiz, bu ham durust emas. Endi hozir hammamiz ishimiz ko'p. Hech bo'lmasa telefonda salom alaykum qilib turing qandoshlaringiz bilan.